Murabbiy Zidan esingizda bora 18-yili Madridning Real klubidan ketgan, 1 yildan keyin muxlislarning talabiga binoan yana qaytarilgan edi. Qaytgandan so'ng Ronaldusiz jamoani oyoqqa turg'iza olgan edi. Nisbatan kurashlarda Barselonani mamlakat miqyosida mag'lub etib, mamlakat chempioni bo'lgan edi. Asko kompaniyasi ham do'stlar, mana shu yerda turibman, yaxshi bir aksiyaga qo'l urgan edi, 004 aksiyasi. Ana shuni muxlislarning, mijozlarning talabiga binoan yana yo'lga qo'yyapti. Faqat Ramazon tuhfasi tariqasida, faqat Ramazon oyida ishlaydi bu aksiya. Aynan o'sha yallama, didar va vanda shinalarini yana o'zining narxini boshlang'ich to'lovsiz va ustamalarsiz 4 oyga bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Bilasizmi, shinalar haqida yana alohida aytib o'tirishimiz shart emas. Xalqimiz bu brendlarni o'zlari uchun juda yaxshi bilishadi va sevib xarid qilib kelishmoqda. Bu aksiyadan o'tgan gal ko'p azizlarimiz yaxshi foydalanishgan edi. Bu zo'r imkoniyatdan siz ham hozir foydalaning va yaqinlarga ham tavsiya qiling. Kamdan kam bo'ladi bunaqa imkoniyat. Aytgancha, mashinangiz rusumini izohlarda yozib keting. Ma'lumotlar alohida siz uchun taqdim etiladi. Sizni Askoni kutib qolamiz.